Jamg'armadan tijorat tashkiloti sifatida aksiyadorlik jamiyatiga o'zgardik va buning natijasida xizmat turlarimiz kengaydi. Hozirda 6 turdagi moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumentlarimiz mavjud. Tadbirkorlik kompaniyasiga o'zimizdan minnatdorchiligimizni ham bildiramiz, chunki bizdagi mavjud bo'lgan garov talabi yoki boshqa talablarni kamaytirish orqali hozirda bozorga alternativ moliyalashtirish imkoniyatini yaratishdi. Bu orqali biz uni ustiga yana qo'shimcha xizmatlarni joriy eta olamiz. Ilgari faqatgina tijorat banki orqali ishlagan bo'lsak, hozir tadbirkorlik subyektlarini o'zi bilan to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatish yo'nalishiga o'tganmiz. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasini ulushdor sifatida korxonamizga taklif qildim. 5 milliard pulni oldim ulardan. U maqsadimiz quyosh panellaridan elektr energiya ishlab chiqarish, korxonamizni o'z ehtiyojidan oshganini sotish uchun edi. Yiliga 3,5 milliondan 4 million kilovatgacha elektr energiya olishni reja qilib turibmiz.